Yozda kuyib ketganlar va oqarishni usulini o'rgataman. Faberlikda mana bunaqa krem bor. Как раз hozir ishga chiqishga va qorayganlarni ketkazishni o'ylayotganlar uchun tungi kuchli oqartiruvchi krem va kunduzgi с моментальным осветляющим эффектом. Tungisi sizni aynan yuzingizni oqartirishga yordam beradi. Qorayganlaringiz bo'lsa, dog'lar tushgan bo'lsa, dog'larni ham kamaytirishga yordam beradi. Har kuni toza yuzga kechqurun surtib yotasiz. Bunisi esa kunduzgi с моментальным осветляющим. Bu ham sizga как tonalkadek ishlab beradi. Bir zumda yuzingizni oqartirib qo'yadi va quyoshdan saqlash SPF 15 effekti bor. Ham yuzingizni namlab beradi. Bu tez oqartirish uchun. Va albatta shu seriyani peelingi bor. Buni haftada 2 marta kechqurun ishlatamiz. U oqartiruvchi, yuzini tez yangilovchi hisoblanadi va bu nabor hozirda 300 ming so'm turadi. Bu yuzingizni oqarishi, yuzingiz tiniq bo'lishi va tez natija olish uchun mo'ljallangan ekspert seriyamizdan bor. Kimga kerak bo'lsa, zakaz beringlar.